o'rmonda chachib tashlagan basharasini tanib bo'lmaydigan narsani ham iynasidan ipigacha topishib, qotil kim qattiq berib o'sha yerda u axlat chelegini bandlar bilan bunday qo'rg'lab o'rab tashlasiz. Axlat chelakni olib, deb aylantirib, ishani olib, nima? Ayni yotib o'ylab. Siz baqirib baland ohangda chiqib o'yinni ishlab. Xohish edi, falon edi demadi. Joyladi, inson edi, inson edi, odam edi. Siz bilan menga emas, uni do'zaxi yoki jannati. O'zbekiston konsulxonasiga murojaatim. Shu darajada bloger jurnalistlar bitta qotillikni olib ketyapti-da, konsulxonasi yo'q, men hech qayerda ko'rmadim. Hech qayerda ko'rmadim. Mana Turkiyada yaqinda qotilliklar bo'ldi 3-4 ta. 2 oy o'rmonda chachib tashlagan basharasini tanib bo'lmaydigan narsani ham iynasidan ipigacha topishib, qotil kim qayerdan o'ldirgan, bir musulga tashlangani bo'ldi, musulga tashlangan kamerada mana bunaqa deb olib chiqib berib o'sha yerda u axlat chelegini bandlar bilan bunday qo'rg'lab o'rab tashlashdi. Axlat chelegini. Men hayron qolayotganim, uy xonadonda bo'lingan. Qotillik bo'lmaydigan bo'lsa, aynilar sinib yotibdi, narsalar uchib yotibdi. Bitta odam osib o'ldirildi deyapti. Avazbek akamiz qo'liga pistoletni olib, deb aylantirib kelib, ishani olib, "Nima? Aynikka otib o'ynadingiz, ochib bir narsalar ko'yladingiz." Men tushunmadim siz qilgan videoyingizga. Va shunga tushunadigan holat emas. Men o'zim fikrimni bildiryapman. Avvalambor rahmat. Siz baqirib baland ohangda chiqib o'zingiz meni ishlab qo'yingiz. Ana bolani o'zini-o'zi osib qo'yish endi sizga kelib qoldim, akajon. Boshda seriallaringizda dahshat gapirib boryapti-ku. Zo'r gapirib tashlayapti-ku. Menga qara, deb tashlayapti-ku. Endi sizga kelib qoldim. Osib qo'yishi, boshqa narsa qilib qo'yishi. Bu Koreya konsulxonasi qayerga qarayapti? Xo'p, jo'natibsizlar, sizlarga ham rahmat. Bo'ldi, boshimizni ortmaylik, tezroq jo'natib yuboraylik. Bizga ish ko'payadi deyilgan holatmi bu? Mana Turkiyaning konsulxonasiga rahmat. Fohish edi, falon edi demadi. Joyladi, inson edi dedi, inson edi dedi, odam edi dedi. Bu degani men ular tarafini olish emas. Lekin nima qilsa ham u inson. Siz bilan menga emas, uni do'zaxi yoki jannati deyish. U qaysi yo'l bilan kirgan, nima bo'lgan, erkak kishi chiqib qo'yib bu yomon yo'lga kirib ketganmi, yo o'zi tug'ma shunaqa bo'lganmi, uni muhokama qilish siz bilan menga emas, Allohga. Sizlar vaqtim endi u qolib ketib boshqa narsalar muhokama qilib tashlayapsiz. Avazbek aka, sizni qiynalganingiz, xalqqa nima qizig'i bor? Siz ana u karis tilidan dars berganingiz nima qizig'i bor? Biz uni so'ramayapmiz sizdan. Yo, xalq sizdan uni so'ramayapti. Sizning nechta xotiningiz bor? Nechtasiga otali, nechtasiga ismingizni bergansiz? U va shunday interesni xalq uchun. Xalq uchun siz olib chiqqan narsani qotili bo'lsa, qotilini ko'rsatib so'ralayotgan joyi.